Maftunkor O'zbekiston ijodiy guruhimiz bilan Surxondaryo bo'ylab safarimizni davom ettiramiz. Bugun biz ko'zlagan manzilimiz sirli va mahobatli Zarautsoy qoya tosh bitklari. Qizil olmaning bahoriy nafasi ufurib turgan yashil adirlarini va tog' tizmalarini tasvirga olishga oshiqyapmiz. Mana yomg'ir bo'lsa ham ertalab tongda qo'y qo'shlarni yaylovga haydashgan. Aytiladiki, qo'ylar qancha yursa, ertalab qirlarga chiqadigan bo'lsa, shuncha semiradi. Endi chiqgan maysalarni yeb, bemalol mazza qilib yuribdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, yomg'irda qiynamasin aka? Yana hozir qiyinchilik bor. Mana ob-havoni cho'ponlar oldindan biladi deydi-da. Bugun havo qanaqa bo'ladi? Ha, endi bilmadim, internetga qarash kerak. Siz ham internetga qaraysizmi? Ochilib kelayapti u yoqda. Balkim yomg'ir yog'ishi. Qirlar har xilda baland-past bular yo'qotib qo'ymizmi, ketib qolmaydimi? Yo'q, tozalab qolamiz-da. Tumanda yo'qolib qolishi mumkin. Tozalab qolsa, unda yo'qolmaydi. Nechida chiqib ketasiz ertalab? Ertalab 6da. 6da. Qorong'u-ku. Qorong'i ham yaxshi chiqib. Yoz paylar 4:30 da chiqamiz. Tush payti bir dam oldirib olasiz-a? Ha, bitta 1-2 soat damini 12dan 2gacha. O'z biladi, yotoqqa chiqib ketadi. Suvga qayerga olib borasiz? Suv ham foyda bu yoqda. Bahorning injiq ob-havosi o'z hukmini o'tkazmoqda. Bir zum susaygan yomg'ir yana jadallasha boshladi. Mana oldimizda mashina mana tortolmay qoldi. Ha, endi albatta bu yomg'ir yoqqan, pastloy, sirpanchiq. Ya bu undan ham ko'ra mayli, bu tik yo'lda hozir mana bu yerda bilinmayapti hozir. Lekin bu juda ham tiklik bor bu yerda hozir. Xuddi mana oldingizda mana shu holatni ko'rib turib, nima o'tdi xayolingizdan qarang-da mana. Bunaqa holatlar siz bilan bizda ko'p bo'lgan-ku. Endi tabiatdagi yog'ingarchiliklardan qor bor, yomg'ir bor, do'l bor. Biz hammasini ko'rdik. Misol bundan oldingi safarda endi bu hech narsa emas. Bu oldingi safardagi ayni qor ham yog'yotdi, ham bir kun oldin tagi muzlab bo'lgan, ustiga qor tushgan. Bundan ancha tikildi. Shuning uchun buni juda vahimali joyi yo'q, lekin endi maxsus mashina bo'lmaganligi uchun ham endi yurishga qiynalyapti. Biz turibmiz hozir. Turgan joyingizda tik joyga ham loy bo'lsa, siz chiqib ketishingiz bari qiyin bo'ladi. Lekin shu mana shunday joylarga maxsus mashina bo'lsa yaxshi. Hozir shu turgan joyimizdan hali shu qiynalmasdan shu qo'zg'ala olamiz-da baribir. Yordam beraylikmi? Farokka chiqma, farokka. Uzilib ketmaydi? Yo'q, anamiz hisob Ayni paytda yo'lning nihoyasiga yetdik. Bu yoqqa pastga tushish mumkin, ammo ortga qaytib chiqishning imkoni yo'q. Shu joygacha juda ham bir yaxshi kayfiyat bilan keldik-da. Hozir Qizil olma bo'limidamiz, qo'riqxonani. Pastimizda mana shu Zarautsoy yodgorligi uchun maxsus qilingan dam olish maskani turibdi. Mana to'g'rida o'tovlar, yonida turli xil boshpanachalar bor. Agar to'g'riga qarab 200 kilometr yuradigan bo'lsak, o'sha qadimiy Zarautsoy yodgorligiga yetib boramiz. Lekin mana bu yomg'ir bizni yo'limizni to'sayapti. Ko'rib turibsiz, bu yergacha tosh yotqizilib, yo'l ochilib kelingan. Past esa nihoyatda loyli, hali oxiriga yetmagan bu joylar. Endi bizni juda ham mana shu ob-havo o'ylantiryapti. Oldinga ketaylik desak, yomg'ir, ortga qaytib kelay desak, shuncha masofa bosib kelganmiz.
Yana bir 2 soatcha kutamiz. Agar yomg'ir tinadigan bo'lsa, Zarovitsoy yodgorligi va uning atrofidagi ajoyib tabiat manzaralarini sizga ko'rsatamiz. Mushkulimizga Erkin aka ajoyib yechim taklif qildi. Temir qushcha, ya'ni dron vertolyotini uchirish. Garchi u jonsiz va hissiz bo'lsa-da, ko'zimiz ilg'amaydigan hayratlanarli manzaralarni yuksaklikdan turib muhrlamoqda. Ushbu tasvirlarni kuzatar ekanmiz, go'yo o'zimizni cho'qqilar atrofida bulutlar orasida suzib yurgandek his etyapmiz. Yaxshisi, bu ko'rinishni o'zingiz tomosha qiling. Endigi ta'rif sizdan albatta. Aynan mana shu mahobatli qoyalar ostida sirli Zarovitsoy chizgilari yashiringan. E'tibor bering. Bu yerdagi tasvirlar o'ziga xos xronologik tartibga ega. Tosh davri an'analari asosida chizilgan eng qadimiy suratlar kamarning shift qismidan joy olgan. Keyingi davrlarga oid tasvirlar esa pastroqqa, kamar devorining quyi qismlariga tushirilgan. Shimoliy devorda aks etgan 24 ta odam shaklidan 19 tasi uchburchak holatida, ya'ni ovchilarning maxsus niqoblari bilan chizilgan. Tasvirlarning pastki qismida odamlar oysimon chakmon va yopinchiqlar kiygan, boshlariga hayvon shoxlarini o'rnatib, uzun dumlar bilan ifodalangan. G'arbiy devorda esa manzaralar biroz boshqacha. Odamlar qo'llarini beliga qo'yib, o'ziga ishongan holda tog' echkilari va yovvoyi to'ng'izlarni kuzatib turgan holatda sxematik tarzda chizilgan. Ayrim olimlar bu suratlarni ta'lim va tarbiyaga bog'laydilar. Ularning fikricha, Zarovit kamar o'ziga xos o'quv markazi bo'lib, rasmlar yosh avlodga ov sirlarini o'rgatish va amaliy mashg'ulotlar olib borish uchun xizmat qilgan. Aynan mana shu betakror yodgorlikni dunyoga tanitish va keluvchilar uchun qulaylik yaratish maqsadida hududda maxsus dam olish maskani ham barpo etilgan. Ushbu milliy uslubdagi o'tovlar Zarovitsoy sirlarini ko'rishga kelgan mehmonlar uchun haqiqiy hordiq maskani bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, sayyohlar qoyatosh tasvirlarida muhrlangan jonivorlarning bugungi avlodlari, noyob morxo'rlarni o'z ko'zlari bilan ko'rishlari mumkin. Yuqoriga chiqib ketayotgan ko'ryapmizda, xuddi odam uchun u joy bir devordek joyda. Lekin u shunday sakrab chiqib ketyaptidan keyin tuyoqlari ham qandaydir birdan xuddi magnitga yopishib qolyapti toshlarga. U qanaqa xususiyat bu tuyog'ini? Tuyog'i tay bo'sh bo'ladi. Bo'shgina, lekin uy hayvoni, uyda echkisining tuyog'i qattiq bo'ladi. U o'zimizni uydagi normal hayvonimiz va echkilarimiz bu tog'ni betiga yura olmaydi. Lekin uni oyoq shunday moslashgan. U yurgan joyiga biz chiqolmaymiz, yura olmaymiz. U yumshoqligi demak mana shu qoyaga tuyog'ini bosgan paytida qattiq ishlab tayib ketmaydi-da. Toshlar misol uchun burt chiqqan joylariga bo'lsa o'shanga yopishib qoladi, sirpanib ketmaydi. Ayni damda bolalaydigan mavsum yaqin bo'lgani bois, ona echkilar o'zlarini unchalik urintirmay, sokin harakat qilishmoqda. Aka, hozir mana tomonda jarda bir qandaydir butalar orasiga kirib ketayotgan morxo'rlar ko'ryapmiz. Qorni katta-katta. Ular nima qilyapti yerda? Ular qarang, tug'ishga tayyorgarlik ko'ryapti. Nimalashga. Aytaylik, mana turli xil yirtqichlar quvdi yoki toshlar qoyalardan sakradi. O'sha payt oyog'i singan paytda yoki lat yegan paytda qanday yo'l tutadi ular? Bizga bunga degan narsa bor-da.
ular o'zi biladi, morxorlar boradida shuni yalaydi. Yaxshi joyga tog'lar betoshlar betiga bor, shuni yalaydi, keyin o'zi bitta yaxshi yurib ketadi. Tarix va tabiatning bunday uyg'unligi kishini hayratga soladi. Endi esa ortga qaytamiz. Surxon davlat qo'riqxonasining Xatak bo'limiga boramiz. Hozir Xatak qishlog'ining yuqori qismidan o'tyapmiz. Bu qishloq 1000 yillik tarixga ega. Betakror tabiat mo'jizalari va muqaddas ziyoratgohlari bilan mashhur. Purviqor tog'larining salobati va zilol buloqlarining shifobaxshligi sayyohlarni doim o'ziga rom etadi. Shu sababdan ham yoz oylarida bu yerlar dam oluvchilar bilan to'lib ketadi. Qo'riqlanadigan hududga kirdik. Atrof sukunatga cho'mgan. Ulkan tog'lar bag'rida turib, bir savol hayoldan ketmasdi. Morxorlarni bunday kenglikda qanday topamiz? Bizdagi yagona imkoniyat kiyiklar oziqlanadigan o'tloqlar. Bunday o'tloqlar odatda tog'larning pastki adirlarida joylashgan. Yuqori hududlar xavfsizroq bo'lsa-da, hozircha u yerlarda ozuqa kam. Shu bois bu kunlarda kiyiklar qornini to'ydirish uchun pastki adirlarga tushishga majbur. Jonivorlar bizni ko'rmasa ham borligimizni sezishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar shovqin chiqarmasligimiz, morxorlar uchun shubhali tuyuladigan harakat qilmasligimiz zarur. Vaqt o'tyapti. Atrof hali ham sokin. Ko'nglimizdagi shubha yanada kuchaydi. Shu payt tog' cho'qqisida bir juft shoh ko'rindi. U qimirlamay turibdi. Diqqat bilan qarasak, bu morxor. U baland qoyadan turib, butun vodiyni kuzatmoqda. Shu lahzadayoq safarimiz bejiz emasligi ayon bo'ldi. Sukunat orasida tabiat bizga o'z sirlaridan birini ochgan edi. Aka. Xotinni o'zi sizni bo'yingizcha. Yo'q. Ya o'shan chiroqni tushirib bering o'shalarni siz hozir. Dahshatli ko'r. Boryapti. Ana. Mayli, o'tavering. Mana o'tavering. Nima bu? Antilopa, to'y bu. Yo'q, taka tepada. Yo'q, bu boshqami? Boshqa bu. Hali bundan ham zo'rlar bormi? 8 ta ko'z qarayapti. Topib olarmiz endi shuni. Topdim. Qani? Ha, chiqib boryapti, tepada. Ana. Mana shuni? Qani. Ha, bular haqiqatdan mana boqib o'tgan. Aytganingizdek shoh qo'limizdan kelar ekanda. Tepaga chiqib ketgan aka. Tepaga ko'taring-da. Bular ham o'sha tepaga qarab chiqib ketyapti-da mana. Va, mana turishini qarang, ana. Biz orqadan kelamiz ular ushlaymiz. Morxorlar temir qushchamizdan cho'chib ketdi. Ehtimol uni osmonda aylanadigan burgutga o'xshatishgandir. Shu bois bir zumda pastki adirlar tomon qochib ketishdi. Siz yaqin boryapsizmi yo kamera yaqin boryapti? Men boryapman. Mana yaqin qilsam ham bo'ladi. Voy,
Mana shunaqa ko'zigacha ko'rib. Qo'rqitding-da sen. O'ziga qaradi. mana Topadi ana akandiron. o'ziga kerakli oziqani to'talab bo'lgandan keyin ular pistirmalarda yotadi ko'proq. Harakatlanmaydi deyapti. Kattasini jahli chiqadi. Ular juda o'ziga hushyor hayvonlar. Faqat tunda oziqlanadi. Ikkita, uchta bo'ladi. Juda kattalar bitta yolg'iz yuradi. Xotirjam bo'lganligi uchun yugurib qochmayaptimi yo bular ham charchab qoldimi? Hozir ketishga darmoni ham yo'q ular. Agar shularni turishi hozir paytda 50 kilo bo'lsa ham sentyabr oylari borib mana shu 80-90 kilo emas. Bu qish sabab qor, oziqa kam. Endi bu yoqiga oziqa sekin-sekin barqarorlashib boradi. Noyob qo'shish paytiga aralab qoladi takalar. Shunaqa. Ha, demak o'sha juftlashishdan keyin o'zi kuchini Ha, saqlab. o'zi kuchi yo'qolib borar, keyin qish bu yoqda. Qorong'i qish. Ozuqa kam. Kam oziqa kam bu yoqda. Saqlangan energiya tiklanmaydi. Bular o'rganib qoldi. Endi asta barqarorlashib boradi. O'rganib qoldimi? Qaradi, hujum qilmadingiz. O'zimizdan ekan dedi. Nima turibdingiz? Qaytingizmi kattaman? Shunday Shunga charchab qoldim. yaxshi charchab qolgan paytda anaqa yuradi-da, yaxshi. Sekin. Kuyib ketadi u jonivorlar. Rahmat kelsin. Yaxshi ko'rasizlar baribir, ha? Endi bunday ekanga o'zimizni hayvonlar ekan. Mana bu qarang, charchab qoldi. Ichini urishini qarang. To'g'ri. Qarang chiqolmay ham qolyapti-da jonivor. Bu jonivorlar yaqin kunlarda bolalash kutilmoqda. Shu sababdan ularni bezovta qilmaslik uchun masofani saqladik. Nimaga ovoz bu ichish pishib qoldi aka bularda? Hozirgi paytga kelib morxo'rni echkilari tug'ishiga oz vaqt qolganligi sababli o'sha qorinbaylab yurishi biroz qiyinlashib qolgan. Harakatlarida baribir farq bo'ladi, noqulaylik bo'ladi. Shu sababli mana bu tik qoyalarga chiqishi kamroq kuzatiladi. Silovsinlar, bo'rilar qorin tashlab qolgan o'sha homilador echkilarni ushlab yeyishi osonroq bo'ladi. Shu sababli ko'plab hozir kuzatilyapti. Shu bo'rilarga, silovsinlarga o'lja bo'lyapti echkilar. Bo'rilar ham mana shu tepalarga chiqib bora oladimi? Bo'rilar tekisliklarga boradi. Morxo'rlar o'tlash uchun tekislikka tushgan vaqtida poylab turib o'sha tekislikda olishga harakat qiladi. Morxo'rlarni asosan qoyalarda yashashiga sabab ham shu. Ularni o'sha dushmanlari bo'rilar, silovsinlar qoyalarga chiqolmaydi. U silovsinni kuchi yetadi mana shu ona eshiklar bo'lishga. Silovsinni kuchi yetadi, yoshroq morxo'rlarga yetadi. Yana ham mana bu tuchalarga, uloqlarga va qorin tashlab qolgan homilador echkilarda ham olish holatlari kuzatiladi. Morxo'rlarning go'zalligi va tog'dagi epchil harakatlaridan olgan zavqimiz sovumay turib xabar keldi. Unda aytilishicha, orqa tomonimizdagi ochiq vodiyda ko'plab kiyiklar yurgan ekan. Katta tosh bor-ku, katta tosh. Shuni oldiga yegan pastga eshak yo'ldi bu tomoniga bor deyapti ustalar. Takalari ham bor ekan. Qancha taka ekan? Yoshlar necha ekan takalardi? 6-7. Morxo'rda son taxminan nechta? 70 talar bor? Ha, kechalar kelingizda yo'rtishib keldi parkga kechalar. Hozir boramiz. Xotirjam o'tlab yurgan bu kiyiklarni tomosha qilishni ancha sog'ingan ekanmiz. Doim ularni bizdan hadiksirab qochayotganini ko'rardik. Hozir esa bizni payqasalar ham erkin o'tlab yurishibdi. Mana shu to'liq morxo'r sababi tog'ni pastki qismiga ko'ryapmiz, suruv-suruv yugurib kelyapti. Yaxshi, endi chiqqan o'tlarga kelib bular o'tlaydi. Hozir qishdan chiqqan o'ziga oziqa, energiya yig'ib olish kerak. Ular ko'rib turibdimi yoki ko'rmayaptimi? Chunki e'tibor beryapmiz. Hech qaysi qo'rqqani yo'q, bexavotir yuribdi. Bizni 100% ko'rib turibdi, eshitib turibdi gaplarimizni, lekin ular insonga o'rganib bo'ldi. Qo'rqmaydi. Hech qanday bir ularga nisbatan xavf yo'qligi uchun bemalol xotirjam yuradi-da. Shunday, mana hozir ko'rishimiz mumkin. Mana ko'z bilan taxminan oramiz bir 200 metr masofa bor. Hech qanday insondan qo'rqish yo'q. Suruvni qandaydir harakatimiz cho'chitdi shekilli, bir lahzada barchasi yon atrofga alanglab turdi-da, keyin uras solib qochdi. Shu zo'g'dan tashlar ekan, qorangga.
tushib ketmayaptimi? tushib ketmaydi. Shu bular burgut qo'yapti deb o'ylayapti. Yuragini olib tashlaganda burgutlar tik qoyalarda turgan vaqtda katta takami yoki yoshi katta echki bo'ladimi, burgut kelib o'sha bir tortib muvozanatini yo'qotib yuboradi-da, tushirib yuboradi pastga qaratib. Har qanday yoshdagi burgut oladi. Demak, shundan o'sha qon-qoniga singib ketganda qo'rqon Qon-qoniga singib ketgan tug'ma instinkt bu. Ko'p bor guvoh bo'lganmizki, o'sha qushlardan bolta yutar va burgutlar morxorlarni, qora toq qo'ylarini o'lja qila oladi. Erkin aka, burgutingizni qaytaryapsizmi endi? Ha? Qaytaryapmiz. Mana hozir o'sha orqa tomonimizdagi morxorlarni tasvirga olib bo'ldik. Endi mana shu burgutchamizni qaytarib olamizda. Morxorlarni takalari bor tomonga qarab ketamiz. Qo'riqxonaning ichkari hududlariga kirib boryapmiz. Yog'ingarchilik ko'p bo'lgani uchunmi, tog'larga bahor hali to'liq o'z sepini yoyib ulgurmagan. Tabiat sekin-asta uyg'onmoqda. Mana buni qarang. Qorni g'amida gektarlab joyni to'ng'izlar kovlab tashlashgan. Ular yangi, eng eskisi 2-3 kunlik, hatto yarim soat oldin kovlangan joylar ham bor. To'ng'izlarning yer usti qismini ana shunday kovlab tashlashi ekotizimda muhim rol o'ynaydi. Ya'ni, u o'simlik urug'larini yer ostiga kirishi va tuproqni yanada hosildor bo'lishiga xizmat qiladi. Shu payt bir qator bo'lib ketayotgan to'ng'iz oilasiga ko'zimiz tushdi. Biz kelishimizdan oldin ular xuddi shu turgan joyimizda oziqlanayotgan bo'lgan. Sezishi bilan qochishgan. E'tibor bering. Yo'lboshchisi oldinda ketyapti. Ko'rinib turibdi. Uning tajribasi katta. Qayerga qochishni, taxminan qancha masofa yugurgach o'zlarini xavfsiz his qilishlarini yaxshi biladi. Yo, mana bu yoqqa o'tdi hozir. Hozir men bu tarafga o'tdim. Ko'rdim-da men. Mana bu yoqqa o'tdi hozir. Chapqan. Yana bu. Yonalab yoqqa o'tib ketdim. Hey, Ana. Qoyil Bobur aka topdingiz lekin. Oho. 1 2 3 4 5 6 7 8 ta. 9 ta. Yo'li bor ekan-da. Ha. Endi bularga bemalol choptirib bo'ladi, ha? Shunday. Bu ko'p chopmaydi ham menimcha. Baqot ekan-a bular, ha? Qarang, mana shu izni ham o'zi qilgan shekilli, yo mana shu izdan morxorab yuradimi? Yo'q, bu yerdan jayra bilan cho'chqa yurardi. Oldingi yilgi bolalari ham bor. 3 yoshda voyaga yetadi bular. Hozir qarang, oldinda yurgan kattaroq bu urg'ochisimi yo erkagimi? Endi aniq aytish qiyin hozir buni. Ko'proq yoshi katta ona cho'chqalar birinchida yuradi. Endi asosan qancha tajribasi ko'p bo'lsa, o'sha hayvon birinchida yuradi. Oilaning qolgan a'zolari esa ularning ortidan ergashmoqda. Shu zaylda yosh avlod kattalarni mana shunday holatlarda qanday yo'l tutishini ko'rib, kuzatib, hayotiy ko'nikmalarini oshirib boraveradi. Shu sababli jonivorlar biron yirtqichni yoki dushmanni umrida birinchi marta ko'rayotgan bo'lsa ham, undan qanday himoyalanishni biladi. Aytaylik, bu jonivorlarni bo'ri quvgan vaqtda to'ng'iz bolalari qandaydir holat tufayli asosiy to'dadan ajralib qolsa ham o'zini yo'qotib qo'ymaydi. Darhol yuqori hududlarga chiqishga harakat qiladi. Irsiy ko'nikmalari tufayli bo'rilarni yuqori hududlarga chiqishga qiynalishini biladi. Burgutlar hujumiga uchragan vaqtda esa aksincha o'zlarini butalar orasiga uradi. Ulardan oldinda yana bir guruh borga o'xshayapti. Hamrohlarimizning aytishicha, bu boshqa oila ekan. Ha? Yo'qda juda ko'p. Nima edi u? Yana ketib boradi. Bolali cho'chqalar. Mana bolali cho'chqa bu yoqda. Bizga sal uzoqlik qildi. Qayerga yana chapadi? Yo, u yoqdan haydab kelsangiz-chi. Endi bu. Ya, Bu tarafga o'tsangiz qiyin. Borolmay qoladi mana. Voy, уже signal.
Bronzlamak yarim kechagacha. ota nima qilaymi qaytayinmi deyapti-da. Qarang, burna bo'lib ketsin. Haqiqatdan men gapingiz tasdig'ida. Bu endi boshqa guruhda, to'g'rimi? Boshqa guruh. Hozir shu yerda 3 ta guruh ko'rdik. 3taga yaqin dedim-ku mana. 3-guruh bu. Hozir mana bir biz kelgan paytimizda o'sha 3 ta guruh ham bir joyda edimida yoki bular qochib boshqa guruhga yetib oldi? Har joyda oziqlanayotgan edi. Hozir dron ovoziga hammasi qochdi. Biz hozir to'ng'izlarda 3 ta guruhini archalarning orasida kuzatdik. Endi Toshli-Yurt tomonga ketamiz. U yerda daralarni kuzatamiz. Morxo'rlarni ham uchratib qolishimiz mumkin. Bu safar xursandchiligimiz cheki yo'q. Borgan sari yaxshi texnikalarga ega bo'layapmiz. Bu safar dron qurilmamizda shuni hayvonni yonginasiga borib yirik Planni olyapmiz-da. Mana shu bo'limdagi joy sizga juda tanish. Oldinlari ham mashnaqa bo'lganmi hech? Hattoki mana 3 kunlab erta sahar soat 3 dan chiqib ketib, tongda soat 6 da yurib kelishini poylab yotgan paytlarimiz bo'lganda, bitta dona yoki 2 donagina shu bir kunda uchratsak degan. Hozir qo'riqxonaga hali kirib ulgurmasimizda 50, 100, 200 talab galaz kutib olyapti-da. Yana bir narsa borki, qarang. Mana hozir siz to'lab toshib gapiryapsiz-ku. Men ichimdan ham shunaqa o'tyapti-da, nimaga? Buni borki, tabiatni tushungan odam, misol uchun mana tabiatga chiqib, oddiy bir qushdan yoki bir o'simlikdan zavqlana oladigan odamni oldiga endi gala poda bo'lib o'tib qolsa, endi buni hamma ham tushunishi qiyin-da. O'sha uchun sizni men hozir sizdagi xursandchilikni tasavvur qilyapman. Mana bu nimadan dalolat deb o'ylaysiz? Fikrimcha, qo'riqxonani xodimlarini fidoyiligi haqiqiy mana ishini ko'rinyapti-da. Mana uni fidoyiligini qaydan sezdim-dik? Va dronchimiz olyapti endi. Olib yaqinroq olib boryapti, bunday ko'rsatyapti. Endi ular hurkayapti-da endi. Qanchalik yaqin ham deganda u bir 300 metr bor oralig'i. Endi baribir ular hushyor hayvon. Uzoqdan o'shani ovozini eshityaptimi yo soyasini ko'rayotganda sal yurayapti-ku. Xodimni ko'ryapman. Undan ko'proq hurkayapti-da. Shunaqa yaqin bo'lmang. Uni hurkitmang. U bir oyda bolali bo'ladi. Shunday hayron qoldim-da men. Nimaga yaqin bo'lmang deydi, bu yaxshi tasvir chiqadi. Bir yaqin ko'rsatish kerak deb desam, to'g'risi jiddiy qarshilik ko'rsatdi. Bormang, hurkitmang. Men shundan bildim, qo'riqxona xodimlarining fidoyiligini faqat bir ishga kelib ketishdan emas-da. Yaxshi ko'rmasa bu iloji yo'q. Bu kasbni qilib bo'lmaydi. Qiyinchiligi o'ziga yarasha ekan. Endi yaxshi kayfiyat bilan ortga qaytamiz. Ishonamizki, ertaga bizni bundan-da ko'proq ajoyibotlar kutmoqda. Demak, bizni kuzatishda davom eting.